Hech bir savol ham tug'ilyaptimi? Bu nima? Bu bahorda bunday sovuq bo'lib qolyapti. Mevalarni kartoshka ekkandaqa, guruch ekkandaqa xizmati yo'q uncha. Eng mehnati ko'p piyoz, kartoshka, sabzi bozorda arzon. Alloh o'zi bir daraxtdan chiqaztirib qo'ygan narsani narxi 10 barobar qimmat. Xalqiga sotgisi kelmay chetga sotadiganlar, mol dunyoni o'ylaydiganlar, Alloh xohlasa bog'ingni bir kunim yo'q qiladi. Xalqing to'ysin. Sadaqatini ber, zakotini ber, ushurini ber. Alloh o'zi o'stirtirib qo'ygan narsani og'ziga siqqan narxni yetib turishaveradi. Mehnat qilganman. Dehqondaqa mehnat qilganmisan dalada ketmon chopib? Ya eng arzoni baraka topkur dehqonniki, gado bo'lib qolayotgani yo'q. Xudo barakasini beradi dehqonga ham. Olgan odam duo qiladi. Bir kampir ozgina yarim kilo tortib ber deb yalinib ketyapti. Yo'q deyapti musulmon, yo'q.